inson bizni hayolimizda sharaflilik nimada desa, odamlar ko'proq unga xizmat qilishida inson sharafli deb o'ylar ekan. Odamlar birinchi salom berishligini o'ziga sharaf deb bilar ekan. Odamlar bunday ishora qilishligini, falonchi kelyapti deyishini o'ziga sharaf deb bilar ekan. Va uni hosil qilishlik uchun pul sarflashga ham tayyor. Savob bo'lmasa ham pul sarflashga tayyor. O'shalar deb berishlik uchun o'ziga qulay bo'lmagan tor shimlarni kiyib berishga ham tayyor. Tushunyapsizmi? O'ziga qulay bo'lmagan do'ppini kiyib berishga ham tayyor. Tushunyapsizmi? O'ziga qulay emas. Lekin haligilarga nima qilib berish kerak? Bunday ishora qilish kerak-da ular. Tushunyapsizmi? O'zi mana u yerda muhim bir haligi kambag'allar yotibdi, qo'shnilar. Ancha qo'shnilar och yotibdi, ro'zaga anaqa topolmaydigan yotibdi. Lekin bu kishi haligi odamlarning o'rtasida bunday ishora qilish uchun qimmat mashina minib berishga ham tayyor. O'zi yoqmaydi u mashinaga. Tushunyapsizmi? Qimmat mashina minib berishga ham nima tayyor. Nima uchun? Haligi odamlar uni fazilatli deb bilishlik uchun shunga tayyor. Tushunyapsizmi? Vaholanki aslida fazilat undanmi desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sayyidul qavmi xodimuhum dedi. Allohning nazdida o'sha qavmning eng ulug'i kim? Eng sayyidi kim? Desa, ularga qanchalik ko'p xizmat qiluvchisi va ko'p nima manfaat yetkazuvchisi. Kasblarning ham eng yaxshisi qaysi? Desa, insonlarga ko'proq manfaati yetadigan kasb eng fazilatli kasb hisoblanadi. Tijoratchilarning ham eng yaxshi tijoratchisi kim desa, tashqaridan jalb qilib, xalq muhtoj bo'lib turgan narsalarni jalb qilib keltirib beruvchisi eng yaxshisi deydi. Ishlab chiqaruvchilarning ham eng yaxshisi kim desa, odamlarga qulaylik yaratuvchisi. Ko'proq insonlarga qulaylik yaratib nima beruvchisi o'sha insonlarning eng afzali. Uni hunarlarning eng afzali. Uni tijorati, uni bizneslarining nimasi? Eng afzali. Tushunyapsizmi? Bizda uni teskarisi tushunadi-da. Biznesni zo'r qaysi desa, o'ziga zo'r foyda keltirayotgan narsani biznesda eng zo'r deb tushunadi. Tushunyapsizmi? Ko'p pul topish, o'ziga katta. O'sha biznesda eng zo'r qaysi ekan desa, biznesda eng zo'ri insonning shaxsiy manfaatiga qanchalik ko'proq foyda keltirsa, o'shanisi eng zo'r deb tushunadi. Aslida biznesning eng zo'ri nima emas ekan? Emas ekan. Tijoratda eng zo'r emas ekan. Imkon qadar xalqqa qancha foydasi tegadigani, ko'proq manfaati tegadigan biznes eng zo'r biznes. O'shanaqa manfaat keltira oladigan inson eng nima? Zo'r inson. Tushunyapsizmi? Qisqacha qilib aytganda, tafsiri hilol o'zbek xalqi uchun tafsir desa birinchi xayoliga keladigan tafsir kitobi hisoblanadi. Tafsiri hilolning ta'rifiga til ojiz. Asosiysi tafsiri hilol xalqimizning qo'liga yetib borib, bugungi kunda kitobxonlarimizning eng sevikli kitoblaridan biriga aylangani barcha demak maqtovlarni o'z ichiga oladi.